Siz meni kim deb o'ylayapsiz? Men ham, bolam ham och qolsak qolamiz, lekin hech qachon zino qilmayman. Odam emas ekansiz. Bor. Qarzingni to'lab ketishing zina chiqmasa. Ey Xudo. Farzandimni harom luqma bilan boqishdan o'zing asragin. Eri bu mushkulni oson qilgin. Yolg'izning yori o'zimman degansan. Mana yolg'iz qoldim. Ey Xudo, o'zing yo'l ko'rsat. Uyimizga kimdir kelibdimi? Assalomu alaykum. Kechirasiz, Zamira sizmisiz? Ha. Men Abzalbek Sodiqovman, Murodjonning rahbari. Men haqimda aytgandir-a? Ha, aytdilar, chet elda degandilar shekilli siz. Bo'lgan ishlarni eshitib, ishlarimni joy-joyiga qo'yib kelgunimcha oradan vaqt o'tib ketdi. Siz hech narsadan xavotir olmang. Biz kompaniyamiz va shaxsan men Murodjonga ishonaman. U juda halol yigit. O'zim bilan kuchli advokatlarni olib kelganman. Ular ertadanoq ish boshlashadi. Xudo xolasa 1-2 kunda Murodjon oldinglarda bo'ladi. Aytgancha, Zamira, mana buni oling. Murodjon bitta qizim bor degandi. O'zingizga, qizingizga narsa olasiz. Olavering. Bu yog'iga hammasi boshqacha bo'ladi. Tez kunda Murodjon bilan birga ko'rishamiz. Joyga kirsangiz bo'lardi. Ey Xudo, o'zingga shukr. Nolalarimni eshitganingga shukr. Endi borib chiroyli bozorlik qilib kelaman. Qizim kelguncha osh tayyorlab qo'yaman. Xo'sh ona qizim, mayoligimda qiynalib qolmadinglarmi? Yo'q dadajon, qiynalmadik. Uyimizni chiroyli qilib remont qilib berdingiz. Rahmat dadajon sizga. Hoy, ota bola yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rasa sog'inimizni bir-birimizni. Ovqatim tayyor bo'lib chiqasizlarmi? Xo'p, hozir tayyorlab turur. Borib kiyimingizni almashtirib oling. Hozir muncha shoshirding. Qizim borsan ham kiyimni almashtirib chiq, xo'p? Hozir men o'zim qarayman. Siz? Ha, men. Murod uydamidi? Hozir. Assalomu alaykum Zodil aka. Nima qilib turibsiz? Qani uyga kiramiz? Ozgina puldan yordam qilib tura olaysanmi? Mayli. Xo'p aka. Mana shu pulni ishlatib turing. Yana agar kam ko'st bo'lsa yetarsiz aka. Ukam, senga bir maslahat bersam maylimi? Zinoni kasri yomon ekan. Mana mendan qiyos. Bor butumdan ayrildim. Mashinalarim, uylarim sotilib ketdi. Uning ustiga farzandlarimni kasali. Ayolim rak kasali. Ustim menga balolik kelyapti. Qarz bo'lmagan joyim qolmadi. Qo'ni qo'shnilardan ham qarz bo'lib ketdim. Oldin odamlar mendan qarz bo'lishardi. Hozir men hammadan qarzman. Ukam, senga bir maslahat. Hech qachon zinoni ko'chasidan yurmagin. Erkak kishini kafanga qilar ekan.